Bo'ladi, mana 4 ta qiz bola ham aralashdi, 5 ta. Bo'ladi, kelinglar. Bo'ladi. Yetadi. Bo'ladi degandan keyin turish boshlanadi bizda. Xo'sh, sizlar bilan bitta o'yin o'tkazamiz hozir. O'zi sovg'amiz 3 tagina. Sovg'ani olib kelinglar. Sovg'a homiylar juda ham bag'ri kenglik qilishgan. Bugungi tomoshamiz o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Sizlar zalimizni to'ldirib o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lsangiz, demak, o'sha finansiy tomoniga qo'llab-quvvatlagan kompaniya Ferri kompaniyasini tanimagan odam yo'q. Buni mahsulotlari xonadonlarimizga kirib ulgurgan, ishonchimizni oqlagan. Pegas House uylariga yashaydiganlar bo'lishi mumkin. Men ham Pegas House uyidan olmoqchiman. Balkim qo'shni bo'lib qolarmiz. Keyin Ahmad Naz deydi, mana restoran. Ahmad Naz restorani o'sha Qo'yliq bozorining yonida Bektemir postdan o'tgandan 50 metrda o'ng qo'lda turibdi. Baliqni yorib yoradi. U taomlari juda ham ko'p. Xullas, men bularning hammasini bilaman homiylarni, shu uchun nomlarini aytayapman. Endi Elbekni sifatini aytasizlar. Elbek qanday? Yaxshi. Qarsanglar, yaxshi. Sifat. Elbek qanday? Sifatli. Malades. Sifatli mahsulot. Agar bir kam bo'lganda artist bo'lmas edi. Yaxshi. Elbek qanday? Qiziqchi, aktyor, yaxshi er. Yaxshi er. Yaxshi erligini bu qaydan bildi? Savol ochiq qolyapti. Xo'sh, sifat. Elbek qanday? Yolg'onchi. Yolg'onchi. Ajoyib. Ajoyib. Kelishgan. O'rta bo'yli, o'rta yoshli. O'rta yoshli. Zamonaviy. 3 sekund. 1 2 3. Bir qadam orqaga. Ketaversangiz ham mayli. Chunki sahna bo'shaydi. Ketaversangiz ham mayli. Xo'sh, qanday? Elbek qanday? Chiroyli va zo'r aktyor. Yaxshi shofyor, Yaxshi shofyor. Men ertak so'ramayapman, sifat so'rayapman sizlardan. Biroz sifat. Qanday? yaxshi. Yaxshini aytdi, sizga javob. Boya aytdi, paftor. Xo'sh, Elbek qanday? Qiziqchi, yaxshi qiziqchi. Elbek qanday?